Assalomu alaykum. Qarshi motor obunachilari. Mana bugun mototsiklimiz 50 kublik G-Fox markadagi mototsiklimiz obzorini qilamiz. Mototsiklimiz hali akkumulyatorlar ulanmagan. Ko'rinishdan 50 kublik mototsiklimiz. Skorlari 1 dan 4 gacha. Benzin bagi 3,5 litr. Mana tablolari. Oldi ko'rinishi va mana oldidan bu mototsiklımizga nomer olish shart emas. Bunga faqat prava bo'lsa bo'ldi. Prava bilan haydab yuraveradi. Klientimiz. Mototsikl benzin sarfi 100 ga 1,5 litr. Ya'ni 1 litr 600 gram yeydi 100 kilometrga. 92 benzinda. 92-95 bunga maksimalni bo'ladi. Xuddi shuni sal kattaroq varianti. Hozir ko'rsataman. Buni kattaroq varianti 110 lik motor. Lifan brendidan. Qo'l avtomat bo'ladi bu mototsiklimiz. Mana. Ya'ni mana nufta yo'q. Skor bor. Bitta pastga 4 ta skor. Akkumulyatorlar ulangan. Evet. Qo'shganingizda qo'shmaydi, tormoz bossangiz, keyin qo'shiladi. 1 2 3 4 Hemen atabalanlar. Kağıtlar. Benzin baki buni mana bu yerdan ochiladi, sidinaning tagida. Benzin bak. 4 litrlik bak. Mototsiklimizdek. Bularda Rama nomer, Rama berkasi. Bu yerga xohlagan narsangizni solib qo'ysangiz bo'ladi, kalit boshqa. Bu 100 kilometrga 1 litr 800 gram benzin yeydi. 1 litr 800 dan 2 litrgacha 92-95 yoqadi. Maksimal tezligi 100. 100 ga bemalol chiqadi bu mototsiklimiz. Bunun maksimal tezligi 80. Bemalol 80 ga chiqib, bemalol sizni ishingizga, boshqangizga olib borishga bo'ladi. Yurishga ancha yaxshi mototsiklimiz.